Disclaimer. Bu videoda Telegramda emoji yasab beradigan akalar uchun sal minus bo'lishi mumkin. Lekin odamlarga narsalarni o'rgatish bu mani burchim bo'lgani uchun sizlardan uzr so'rayman. Endi esa videoni maza qilib ko'ringlar. Va yana bitta narsa, bu videoni ko'p soatlar montaj qilib o'tirmadim. Chunki eski videoda, ya'ni birinchi videom natijasi misr bo'lgani uchun. Hammalarga uzr so'rayman montajsiz video ko'rayotganlar uchun. Bugungi videoda men sizlarga shunga o'xshash Telegram emoji, ya'ni animatsiyali emojilarni tekin yasashni o'rgataman. Unda esa boshladik. Birinchi o'rinda sizlarga mana shu bot kerak bo'ladi, ya'ni Game Stickers bot deb yozib chiqadi va bu yerga esa siz o'zingizni animatsiyalik shablon emojingizni tashlaysiz. Va bu yerda esa JSON degan fayl bor, shuni bosasiz va bu yerdan o'zi mana shunaqa fayl tashlaydigan ustiga bosasiz va saqlanib qolasiz. Va sizlarga mana shunaqa ikkita fayl kerak bo'ladi, body moving va body moving degan, va sizlarga After Effects kerak bo'ladi. Va bu ikkita faylni, ya'ni bittasini saqlanib qolasiz. Birinchi body movingni o'zini saqlanib qolasizlar va bu yerdan ko'rib turganingizdek C dagi Adobe After Effects 2021 super faylsga tushirasizlar. Va bu yerda mana body movingni o'chirib tashlaysizlar-da, mana продолжить. Sizlarda yo'q bo'lsa, o'chirib qo'yaverasizlar. Va bu yerga boyagi saqlanib qolganimizni solamiz, ya'ni bu kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'sha animatsiyani yuklash uchun, ya'ni shablonni yuklash uchun kerak bo'ladi. Boyagi Telegram esa u Telegram, ya'ni Telegram body movingni bu o'sha sticker degan nima faylga o'tkazish uchun kerak bo'ladi. Shunga biz hozir birinchi bo'lib body movingni o'zini qilamiz. Ya'ni bu Telegram versiyasi emas, bu original versiyasi va buni yuklab bo'lgandan keyin yopasizlar. Va endi esa After Effects ham yopib, After Effects ham yopamiz va qaytadan ochamiz. Qaytadan ochayotganingizdan keyin esa hozir ochasim. Ochib bo'lganingizdan keyin bu yerda tepada mana shunaqa tugmalar bo'ladi hozir. Mana Windows degan tugma bo'ladi. Hozir men yuklab olsin. Mana Windows degan tugma bosasizlar va Extensions va Body Movingni bosasizlar. Va bu yerdan esa Import Lotif Animation va Local File bosasizlar va bu yerdan o'zlaringni o'sha boyagi yuklab olgan body nima animatsiyalar bor-ku, tega JSON formatda yuklab olinglar, o'shani topasizlar va bu yerga o'shani yuklaysizlar. Yuklab bo'lgandan keyin 48 sekund hozir kutamiz. Xo'p do'stlar, mana 48 sekund o'tdi va bu yerda fayl paydo bo'ldi. Buni yuklasak, mana shunaqa shablon tayyor bo'ladi. Va bu yerda mana Precomp Layer 1 o'shani bossanglar va bu yerda Trade degan so'zni olib tashlaysiz, ya'ni bu outline-ni olib tashlaysizlar. Tashlaganingizdan keyin esa bu yerda endi yangi tekst qo'shasizlar. Tekstlarni o'zingizga mos qilib nomlaysizlar. Masalan, Davron yoki shunga o'xshash ismlar, ya'ni Telegram nomlarini qo'yib qo'ysanglar ham hech nima qilmaydi. Bu o'zingizga bog'liq. Va bu yerda endi tekstlarni to'g'rilab olasizlar. Tekstni to'g'rilab olaman birinchi bo'lib. Bo'ldi, menimcha. Va mana bo'ldi. Chiroyli bo'ldi mana. Va endi esa buni sal kattalashtirib, o'zingizga mos qilib qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Qo'yganingizdan so'ng esa bu yerdan endi boshqa joyga o'tib va nima ko'rishinglar mumkin, chiroyli animatsiya bo'ldi. Va endi esa mana shu yerda bizga Telegram body moving kerak bo'ladi. Uni esa save qilamiz, ya'ni o'zingizga mos joyga save qilasizlar bu faylni. Save qilganimizdan keyin esa Telegram body movingga kiramiz. Bu yerda mana menda bor, ya'ni bu fayllarni men Telegramda menga yozsanglar o'zim tashlab beraman. Lekin men Telegram kanal hali yo'q. O'shanga men yozsanglar o'zim tashlab beraman sizlarga. Va buni endi super faylsga o'tkazamiz. Xo'p, super files va endi pastga tushamiz va body moving degan joy narsani o'chirib tashlaymiz bu yerdan. O'chirib tashlaganimizdan so'ng, xo'p, продолжить va buni kutamiz. Va endi siz bu yerga yuklaymiz, вставить va продолжить bosamiz. Bo'ldi ana. Bo'lgandan keyin yana Adobe After Effects ochamiz. After Effects, то есть ochamiz va ochganimizdan so'ng boyagi yasagan faylimiz bor-ku, Davron deb. O'sha faylga kiramiz hozir, mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana turibdi, mana bizda Davron. Kirganimizdan keyin bu yerdan endi Windows bosmaymiz. Precompga o'tib, buni o'ngga bosib va bu yerdan Create Shape bosamiz. Va esa endi Windows bosasizlar, mana animatsiya tayyor ko'rish mumkin. Windows bosasizlar, Extensions, Body Moving, Telegram Stickers va bu yerdan birinchi bo'lib 3 ta nuqtani bosasizlar. 3 ta nuqtani bosgandan keyin nom o'ylaysizlar va nima qat'iy saqlanib qilishlarini
bosasizlar va bu yerdan galoshkani yoqib qo'yasizlar o'sha main skinga va renderga bosasizlar va bo'lgandan so'ng danni bosasizlar va endi sizlarda tayyor bo'ladi animatsiya. Va endi siz bu yerdan stickers degan bot bor. Stickers degan botni ochasizlar va bu yerdan new emoji pack bosasizlar. Bosganingizdan keyin animировать emoji va bu yerdan o'zlarining nomi, ya'ni o'sha paklar nomini yozasizlar va bu yerga boyagi faylni tashlaysizlar, ya'ni o'zimiz yasagan tegasiz. Tashlaganimizdan so'ng va bu yerdan endi stiker tanlayapti o'sha faylingga va bu yerdan publish bosamiz va skip va bu yerdan o'zimiz link topishimiz kerak bo'ladi. Link topamiz va endi esa ko'rishinglar mumkin bizda qanaqa chiroyli rasm paydo bo'ldi, nima emoji paydo bo'ldi. Va endi esa buni biz Telegram profilida ko'rishinglar mumkin. Ko'rganingizdek bu vashi chiroyli turibdi. Endi esa do'stlar, menimcha bugungi videoga sizlarga foydali kelgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.